Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Trekker olami deylar yo mashinani, mashinani dizaynini qarang, mana shu ichlarini, salonni qarang, вообще zo'r qilib tashagan. Bu O'zbekistonga bu mashinani 100 tadan 3 ta kelgan. Bu oq salonligi, qoraga oq kombinatsiya qilingan. O'sh panorama tomlari bor. Bu qarang, monitorlari ham hali katta ham emas, kichkina ham emas. O'rtachamda o'ziga yarashgan. Polni sensor, mana boshqaruvlari hamma yo'g'i sensor. O shayba skoriz, rullari isiydi, laboy isiydi, xullas yo'q narsani o'zi yo'q. Cruise control, climate control, abduf, abagrev, orqada abagrev hamma yo'g'i bor mashinani. Mashinani endi rasxoti ham zo'r. Bir 7 ta, 8 ta rasxot qiladi yuziga. Bu mashina qanaqa mashina deysizmi? Haval Julian. Trekkerni puliga qo'yib beraman hozir. Buni ko'rib tursanglar, mashinani obzorini qilib beraman. Hani old tomondan ko'rsatingchi mashinani. Mashinani rangi ham neobычный, chiroyli rangda. Oldilari mana nikellari ham o'ziga polni yarashgan mashinani. Xo'sh, 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Atiga 17 ming yurgan mashinamiz. Polni full head up hamma yo'g'i bor mashinani. Bundan fulli yo'q, oxirgisi. Balonlari ham Kunfos son sumchoq balonlarda. Diskalari ham neobычный, chiroyli diskada. Tonirovka salkam 10 oy ruxsati bor tonirovkani. Xo'sh, benzinda harakatlangan mashinamiz, kraskalari top-toza, hech qanaqa qirilgan, chizilgan riktovka joylari yo'q. Mashina zo'r tiniq holatda turibdi. Orqa ko'rinishlari. Mana. Haval Julian. Bu Haval Julian'da juda ko'pchilik suyib haydayapti hozir. Hozir ommabop mashinaga aylanib qolgan. Trekkerni o'rniga yaxshi, komfort tomonlama ham, rasxod tomonlama ham, yurish-turish, hadovoy tomonlama ham o'ta yumshoq mashina, o'ta zo'r mashina. Minsanglar maza qilasizlar. Buni olsanglar yutkizmaysizlar. Dizaynni qarang, chiroyli mashina. Rangi ham o'ziga yarashgan. Xo'sh, bu mashinamizning narxi $18.500. Bilib qolinglar.